Assalomu alaykum. Topskill tomonidan tashkil etilgan onlayn Spring darslarimizga xush kelibsiz. Demak, bugungi darsimizdan boshlab sizlar bilan aynan Spring Boot haqida tanishib chiqamiz va Spring Boot asosida loyihalarimizni qurishni boshlaymiz. Demak, bugungi darsimiz qisqacha introductiondan iborat bo'ladi hamda Spring Bootni nimaligi va qanaqa ishlashligi va imkoniyatlari haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Spring Boot web ilovalarini tuzishda bir qancha yengillik va xavfsizlikni ta'minlaydigan Java asosida yaratilgan ochiq kodli kutubxona hisoblanadi. Spring Boot foydalanuvchilariga, ya'ni developerlarga, chunki Spring Bootdan developerlar foydalanishadi, foydalanuvchilarga keng imkoniyatlarni taqdim etadi va asosan biznes logika yozishlari uchun ko'plab infrastruktura hamda konfiguratsiyalarni taqdim etadi. Demak, developerlar asosan infrastruktura hamda konfiguratsiyalarni qo'lda yozib vaqt ketkazishlarining o'rniga Spring Boot buni tayyor holatda qilib berar ekan va developerlarning asosiy vaqti bemalol biznes logika, ya'ni servislardan yozishga qaratish imkoniyatini berar ekan. Xo'p, demak, yana Spring Bootning afzal tomonlarini gaplashib o'tadigan bo'lsak, easy deployment, ya'ni deploy qilish uchun oson, no war fayllardan xoli, standalone application, ya'ni mustahkam serverga asoslangan applicationlarni qurish, Tomcat, Jetty hamda Undertown kabi embedded, ya'ni ichiga qamrab olgan kutubxonalar, XML konfiguratsiyalardan xoli, less source code, ya'ni source kodlarni kam yozish orqali ishni bitirish, ya'ni yakunlash, hamda out of box functionality, ya'ni out of box degani inglizlardan kelib chiqqan bo'lib, mana qutidan tashqari, ya'ni komfort zonadan tashqari yoki shunga o'xshash. Bu yerda endi keltirilmoqchi bo'lgan ma'no maqsadi, misol uchun, ko'plab biz kutmagan funksionalliklarni ham beradi degan ma'noda aytib o'tilgan. Easy start, oson boshlanadigan hamda simple setup and management. Setup jarayoni, sozlash jarayonlari hamda manage qilish u narsani ancha simple, sodda degan. Hamda eng asosiy faktor community. Dunyo bo'yicha 10 milliondan oshiq dasturchilar aynan Spring asosida dastur yozishadi va bu bemalol dunyo bo'yicha fikr almashinishingiz va savollarni bemalol javobini topishingiz mumkin bo'ladi degan ma'lumotga bir misol bo'la oladi. Xo'p, ana endi kelinglar, sizlar bilan hozir oddiy bitta maven proyekt ochamiz hamda ichiga shu dependensiyalarni qo'shib yangi bitta Spring proyekt hosil qilamiz. Hop, uning uchun kelinglar, men bitta yangi new, mana oddiy maven proyekt ochaman. Mana mavenda turibdi. Faqat buni uz.top.skill hamda Spring app deb qo'yaman. Create qilamiz. Hop, demak, ko'rib turganlarga hozir hech nima yo'q. Men uz.top.skill my Spring application degan bitta klass olaman. Ya'ni buni asosiy run qiluvchi klassimiz sifatida ishlataman. Hozir birinchi dependensiyalarni qo'shib bo'lgandan keyin. Hop, dependencyni qo'shish uchun dependencies degan ichiga yozaman dependency. Hop, demak, birinchi qo'shadiganimiz Spring Boot Starter Web. Ikkinchi qo'shadigan dependencyimiz Spring Boot Starter Test. Hop, ikkita dependency qo'shdik. Hozir yana qo'shadigan narsalarimiz bor. O'shalarni qo'shib oxirida mavenni refresh qilamiz. Hozirchalik ko'rib turganlaridek, mana librarylarning ichida faqatgina JDK 17 ning kutubxonasiga tegishli bo'lgan ma'lumotlarim bor. Hali hech qanaqa dependency qo'shilgani yo'q. Demak, parent qo'shishimiz kerak ekan. Hozir parent qo'shib bo'lib, nimaligi haqida gaplashib chiqamiz. Hop, aytaman. Parent deyman. Hop. Group ID, artifact ID hamda version. Artifact ID Spring Boot Starter parent olamiz. Versiyasiga 3.4 kelinglar, 3.4 ni o'ramiz. Farqi yo'q aslida 3.4, 3.5. Xo'p, demak, parent degan tagni qo'ydik. Dependencyni bilardik, nima qilishini, ya'ni tashqi kutubxonani qo'shardi, lekin parent haqida hali tushunchaga ega emas edik. Demak, parent ko'rib chiqamiz. Parent bu yuqori POM file configurationlarni proyektlarda ishlatish uchun qo'llanilgan tag hisoblanadi.
POM ichida parent yozish orqali turli xil memory proyektlarning configuration sozlamalarini ulashishingiz mumkin bo'ladi. Spring Bootni parent sifatida ko'rsatib, unga tegishli bo'lgan default configurationlar hamda proyektimizda ishlatishimiz mumkin bo'lgan sozlamalarni olamiz. Demak, bu degani parent, misol uchun hozir yana bitta xuddi biza ochayotgan mana bunaqa memory proyektga o'xshagan yana bitta memory proyekt bor degani, aynan o'sha memory proyektning ichidagi konfiguratsiya hamda unga tegishli bo'lgan infrastruktura hamda kutubxonalarni o'zimizni proyektga avtomat tarzda import qilib keladigan bitta vosita ekan. Misol uchun xuddi bizani OOPdagi inheritance ga o'xshab, bu ham o'sha Spring Boot Starter Parent degan applicationdan inherit qilyapti, ya'ni voris olyapti. Biz implement extend qilamiz-ku, xuddi shunga o'xshab bu ham o'sha implement qilyapti anaqalarni, konfiguratsiyalarni, ya'ni Spring Boot Parentdan olib kelyapti bu narsani. Xo'p, demak, parent nimaligi tushunarli bo'ladigan bo'lsa, ana endi pluginlar haqida gaplashamiz. Pluginlarni hozir yozib chiqamiz. Build tagini ichiga yozilinadi. Xo'p. Plugins, ya'ni build jarayonida ishlatiladigan narsalar bu. Plugin. Xo'p, endi pluginni qo'shishimiz kerak. Plugin ichida nimalar bor deydigan bo'lsalar, group ID bilan artifact ID. Xo'p. Spring Boot Maven plugin. Xo'p. Group ID, artifact ID. Group ID, artifact ID. Spring Boot Maven plugin. Maven plugin. Or Spring Framework Boot. Demak, bo'ldi. Xo'p. Ana endi version shart emas bizga. Xo'p. Endi proyektni bitta refresh qilaman. Mana, men uni refresh qilaman hamda menga kutubxonalarni tashlab beradi mana. Proyektga qo'shib berdi va buni ichini qaraydigan bo'lsanglar, xo'p, mana. Bir qancha kutubxonalarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi hozir. Mana. Xo'p, logback va hokazo. JSON databind, JSON core, annotations, xo'p, Android JSON. Xo'p. Va shu yoqda bo'lishi kerak. Mana Tomcat embedded core, ya'ni Tomcatni ham nima qo'ygan, o'zini ichiga hamrab qo'shib olganini ko'rishimiz mumkin. Hamda unit test uchun, Mockito test uchun turli xil kutubxonalar, mana Spring Boot auto configuration, Spring Boot starter, Spring Bootni o'zi, Spring Boot starter nima ekan bu? Login, ya'ni turli xil narsalarni bizga qo'yib berdi mana. Spring Boot starter Tomcat, Spring Boot starter web, mana ko'rib turganlaridek. Xo'p. Demak, turli xil kutubxonalarni qo'shib berdi va bu asosida bemalol men Spring proyektini ishlatishim mumkin bo'ladi. Ana endi pluginni qo'shib bo'lganimizdan keyin kelinglar endi pluginni nima ekanligini gaplashib chiqamiz. Parentni bildik, endi plugin. Men bunda plugin proyektning funksiyasini kengaytiradigan dasturiy ta'minot hisoblanadi, ya'ni bitta proyekt bu ham. Xo'p, kodlarni compile qilishga, ya'ni kompilatsiya jarayoniga, documentationlarni yaratishga, testlarni ishga tushirishga va deployment jarayoniga qadar keng doirada vazifalarni bajarish uchun foydalanishimiz mumkin bo'lgan bitta kutubxona hisoblanar ekan. Demak, bu asosiy javob beradigan kompilatsiya va shunga o'xshash documentation hamda deployment uchun kerakli bo'ladigan muhitlarni o'sha ko'rsatib o'tishimiz. Misol uchun buning ichiga Java versionimizni ko'rsatib o'tishimiz mumkin yoki Spring Boot versionni ko'rsatib o'tishimiz mumkin va hokazo turli xil ishlarni qilishimiz mumkin. Hozir biz unga shunchaki aytib qo'ydik, ya'ni Spring Boot Maven pluginlari qanaqa ishlasa, o'sha plugin bo'yicha o'sha narsani olib kelgan degan narsani qo'shib qo'ydik. Xo'p, demak, plugin yozganimizdan so'ng ana endi qiladigan ishimiz Spring applicationni run qilib ishga tushirish bo'ladi. Demak, buning uchun men boya yozgan klassimning ustiga nima qilishim kerak bo'ladi? Spring Boot application degan annotationni qo'yishim kerak bo'ladi hamda Spring applicationni run degan mestiga shu klassim bilan argumentlarni berib olishimga to'g'ri keladi. Demak, eng tepaga men Spring Boot application degan annotationni qo'yaman hamda mainning ichiga aytaman Spring
application.run Spring application ishga tushar. Qaysi klass asosida deydigan bo'lsa, my Spring application klass asosida ishga tushar hamda args argumentlarni olib ket. Ya'ni mana bu berilgan argumentlarni buni compile qilayotgan paytda konsoldan berilgan qiymatlar sifatida ham olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Endi sizlar bilan buni bitta run qilib ko'ramiz, qanaqa run bo'ladi va nima jarayonlar yuzaga keladi. Ko'rib turgan bu xato mana kompyuterimga bog'liq bo'lgan xatolik, bu hech qanaqa xatolik emas. Mana Spring degan bitta applikationni run qilibdi. Ichida qaraydigan bo'lsanglar, mana starting my Spring application using Java 17-versiya deyapti hamda bizga nima qilgan? Default port 8080 ishga tushirgan, ya'ni esinglarda bo'lsa Tomcat ham aynan shu port ishga tushirardi va bu Tomcatning xuddi o'zi. Tomcat initialized with port 8080, ya'ni 8080 port yordamida Tomcatni initializatsiya qildim deyapti. Starting service Tomcat, ya'ni Tomcat servisini start qildim deyapti. Initializing Spring embedded web applicationning kontekstini nima qildim deyapti? Initialize qildim deyapti. Ya'ni bu binlarni hosil qilish uchun kontekst hosil qilganini bildiradi bizga. Spring root application context initialized completed in qanchada complete qilib ishga tushirganini aytayapti. Tomcat start on port 8080, ya'ni 8080 portda Tomcatni ishga tushirgan ekan. Xo'p. Demak, bu umumiy qanchada build bo'lgan holatini ko'rsatib beradi, run bo'lganini. Ana endi nimani ta'minlab beradi bizga deydigan bo'lsalar, biz shunchaki mashina run qilish orqali hozir Tomcatni ham bu avtomat run qildi va proyektimizga qo'shib berdi. Men hech qanaqa configurationdan kirib Tomcatni qo'shganim yo'q. Shunchaki run qilganim o'zi Tomcat bor. Endi buni bitta kontroller yozib ko'rsatib beraman va undan oldin mana bu yozgan ikkita narsamizni nima ekanligini hozir tahlil qilib chiqamiz, ya'ni annotation hamda Spring applicationning run degan metodini. Xo'p, demak, Spring Boot application annotatsiyasi Spring Boot dasturlarining asosiy annotatsiyalaridan biri va shu annotatsiya bilan belgilangan klass, ya'ni shu annotatsiya bilan belgilangan klass bizda mana bu klassimiz nima hisoblanar ekan? Spring Boot proyektini qurilishda yuqori darajali yordamchi hisoblanadi. Ya'ni Spring Boot loyihasini qurishda yuqori darajali klass hisoblanar ekan va asosiy run bo'luvchi klass ham hisoblanadi. Bu annotatsiya Spring Boot proyektda barcha configuration hamda enable auto configuration hamda component scan annotatsiyalarini o'z ichiga oladi. Shu annotationni qo'ygan holatimda shu klass qaysini ichida turgan bo'lsa, demak mana bu narsani ham ichiga oladi. Xo'p. Component scan esinglarda bo'lsa o'z nuqta top skill qilib binlarni qatdan qidirishni berib qo'yardik, lekin bu narsani qo'yma deyapti. Ya'ni Spring Boot application degan annotationni qo'yganingda men o'zim bu narsani qo'yib qo'yaman deyapti. Hamda buni ichida configuration annotatsiyasi bor. Buni ichida biz bemalol bin deb turib xohlagan narsamizni, ya'ni public, misol uchun oldin nima qaytardik? GDBC. Hozir GDBC endi menda template'im yo'q, chunki GDBC'ning driveri yo'q. Kelinglar, misol uchun service. Qanaqada service'im bor, o'sha service'ni bin qilib berib o'rmoqchiman. Xullas, mana shu narsani bin qilib bemalol binlarni ham ochsam bo'ladi. Ya'ni metoddan qaytadigan obyektlarni bin qilib, aynan shu klassni ichida ochsam ham bemalol bo'ladi. Component scan annotatsiyalarini o'z ichiga oladi. Spring applicationning run metodi mana. Xo'p. Spring Boot proyektini ishga tushirish uchun ishlatiladi. Uning birinchi argumenti proyektning asosiy sinfi, ya'ni klassi, asosiy klass hisoblanadi. Ikkinchi argument esa command satridagi argumentlar, ya'ni command line'dagi beriladigan argumentlar hisoblanar ekan. Xo'p. Demak, kelinglar buni run qildik. Ana endi men bitta controller ochaman. Controller deyman. .main controller. Hozirchalik endi web modul bilan JSP bilan qo'shib o'tirmayman. Bu narsani controller deb belgilayman-da, REST controller deb belgilayman. Esinglarda bo'lsa, controller bilan REST controllerning farqini aytgan edim. REST controller body'sida javob qaytaradi degan ma'noni. Xo'p, demak, REST controller degandan keyin aytaman men. Request mapping /API. Xo'p, va bu yoqqa aytaman.
request mapping kelsam slash main. Demak, main infoni qaytar return main info degan narsani qaytarib olaman. Va undan tashqari biz bemalol aytsak bo'ladi. Request mapping deyman. Xo'p. Obj, ya'ni qanaqadir obyekt qaytaramiz. Public, misol uchun aytaylik, menga entity ning ichida, uzr. Product degan bitta klassim bor. Bu klassni aytaman. Xo'p. Private string productning name private double productning narxi. Lombok qo'shib qo'yamiz dasturimizga hamda all arg constructor Bo'l. Bitta product degan klassim bor. Aynan o'sha produktni qaytarib olaman. Agar main ga keladigan bo'lsa string qaytarsin, agar obj ga keladigan bo'lsa, menga product degan bitta obyekt qaytarib bersin. Xo'p, demak, return new product va ichiga bir qancha qiymatlarni berib olamiz. Demak, name misol uchun aytaylik, olma narxi 20 ming degan narsani qaytarib bersin bizga. Xo'p, run qilib ishlataman. Shunchaki mana buni run qilaman. Mana hech qanaqa boshqa narsa qilganim yo'q. Buni hozir controller, REST controllerda belgiladim va buni bin sifatida ko'rish uchun bu narsa aynan mana shu klass turgan packagedan ichkari klasslarni hammasini bin sifatida qarab chiqadi o'z avtomat tarzda. Xo'p, demak Spring Boot applicationim run bo'ldi. Endi bu yo'lga murojaat qilish uchun menda birinchi yo'lim brauzer orqali murojaat qilsam ham bo'ladi. Ya'ni bitta brauzer ochaman hamda localhost 8080/api/main deydigan bo'lsam, mana main info deganini olib chiqib berdi menga. Hop, agar mainni o'rniga men obj deydigan bo'lsam, menga mana bunaqa JSON formatdagi obyektni qaytarganini ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni JSON formatda ma'lumot qaytargandan keyin frontend buni o'zi olib, xohlagancha chizib qo'yadi. Esingizda bo'lsa, biz fake API qaytaradigan JSON placeholder degan saytni ko'rib chiqqan edik. Ya'ni bunda biz test qilishimiz uchun bir qancha JSON placeholder bir qancha JSONlarni taqdim etardi. Aynan mana shu yo'lga borsak, demak bizga nimani qaytarib beradi? Ya'ni body'sida qanaqadir response body degan narsa qaytib keladi hamda mana bu har bittasi bittadan obyekt deganini bildiradi. Xo'p, biz ham aynan xuddi shunga o'xshagan bitta obyekt qaytaradigan nima yozdik? Bitta API yozdik. API emas, o'sha API/object bilan boradigan bo'lsa, obyektimizni olib keladi. Buni endi frontend tutib, xohlagancha formada HTML pejga yozib shakllantirishi mumkin. Xo'p, demak, bugungi darsimizda qisqacha shu Spring applicationda qanaqa run qilinishi va undan qanaqa javob qaytishi va obyektlarni qanaqa ushlashini ko'rib chiqamiz va keyingi darslardan xudo xolasa sekin-sekin bu asosda boshqa konfiguratsiyalarni to'g'rilash hamda proyekt qurishning bosqichlari haqida gaplashib chiqamiz. Hozirchalik men faqatgina frontga bitta product qaytara oldim. Ana endi u productni ushlab olishim ham kerak. Uning uchun aytaman, men request mapping deyman. Xo'p. /add degan yo'liga kelsam hamda public void qaytarsa menga hech nima qaytarish shart emas. Hop, add product. Productni qo'shish. Kelar endi productni mana bunaqa list qilib beraman. Hop. List product string new array list. Hamda buni men static qo'yaman. Nimagaki? Static bo'lib qolsa menga, ya'ni obyekt instance ga tegishli bo'lmasin, hamda productlarni ham list product qaytarsin deyman, hamda
products'ni qaytarib qo'yaman. Xo'p, addga kelgan paytda biz nima olishimiz kerak? Konsoldan product tipida bitta obyekt qabul qilib olamiz. Esinglarda bo'lsa, buni web MVC bilan qilgan holatimizni model attribut bilan product berib, keyin product ushlagan edik. Hozir endi shunchaki request body degan annotationimiz bor. Requestni body'sida keladigan JSON formatni mana shu klassga pass qilib, esinglarda bo'lsa, JSONni qanaqa qilib klassga serialization hamda deserialization jarayonlari haqida gaplashgan edik. JSONni obyektga o'girib olish. Xuddi shu ishni mana shu annotationni o'zi qilib beradi. Hozir JSON formatda bitta mash yo'liga obyekt jo'natib olamiz. Xo'p. Va aytaman. products.add qilgan, kirib kelgan productni deyman. Bo'ldi. Xo'p, ana endi bu yerga qanaqa qilib zapros beramiz deydigan bo'lsanglar, hozir bizga ikki xil yo'li bor, yoki HTML fayl ochishimiz kerak, yoki ishimizni tezroq bitkazish uchun mana shu bitta HTTP request degan bitta fayl ochaman. Test farqi yo'q faylning nomini. Ana endi aytaman men. Xo'p, demak, bu productni qo'shadigan yo'limizga o'zi aslida nima bilan borish kerak deydigan bo'lsanglar, o'zi aslida metodimiz qanaqa bo'lishi kerak edi? Post metodi bilan borish kerak edi. Post metodi bilan borsin deyman va mana shu yo'lga productni olib kelsin deyman. Xo'p, bu yerda ham aytaman. Post metodi bilan borgin deyman. Xo'p, http mana localhost 8080 /api mana /add ga post mana yo'llarimni o'zi ko'rsatib berib turibdi. Ya'ni bu yo'llarni testlash uchun shunchaki test fayl, ya'ni hech narsa bermaydi menga. Xo'p, content tabga aytaman application JSON formatida berib yubor deyman. Xo'p, demak, application JSON formatida ma'lumot ketsin turib, JSON ma'lumotini berib yuboraman. Ya'ni qanaqa berib olinadi deydigan bo'lsanglar, productning ichida qanaqa nom bilan kutib olingan bo'lsa, o'shanaqa nom bilan beramiz. Ya'ni front-endchi biz ham mana yoqda qanaqa nomlagan bo'lsak, o'shanaqa yozishga majbur. Tutayotgan paytimiz biz buni front-endchi qanaqa berar ekan deb boshimizni qotirib o'tirmaymiz. Ya'ni front-endchi bizga qarab ishlaydi. Xo'p, lekin o'zimiz bilamiz, o'sha qanaqa berib olishimizni, shuning uchun test qilib olamiz o'zimiz xohlagancha mana. Name bilan price kirib kelar ekan. Demak, name hamda price. Olma, misol uchun 20 ming. Xo'p, va buni run qiladigan bo'lsam, o'sha yo'limga so'rab boradi va natijani bizga qaytarib beradi. Demak, to restore API add not found dot. Nimaga deydigan bo'lsanglar, hozir bu narsani ko'rib chiqamiz. Xo'p. Chunki biz proyektni hali run qilib ulgurmagan edik. Qaytadan bitta run qilib olamiz va keyin ma'lumot qanaqa chiqqanini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Bitta qaytadan debug qilib run qilaman. Xo'p, proyekt ishladi va xolasi ishga tushdi mana va testga kiraman. Buni qaytadan jo'natamiz. Ko'rib turganingizda mana 200 qaytdi. 200 bu HTTP statuslarning biri hisoblanadi. Bu bizda OK degani, ya'ni ma'lumot muvaffaqiyatli bo'ldi, amalga oshirildi. Biz to'g'ri-to'g'rini ko'rib kelganlik shu paytgacha o'z aslida bunaqa statuslarimiz ko'p. 403, 402, 401, 301, 201, 202, 500 xolos ko'plab xatoliklarimiz bor. Xatolik yoki shunga o'xshash statuslarimiz bor. Aynan status degani xatolik emas, to'g'ri statuslar ham bo'lishi mumkin. Demak, 200 bu to'g'ri status degani, ya'ni shunaqa yo'l bor va muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Xo'p, ana endi olmadan tashqari yana nokni ham qo'shib qo'yaman va buni 15 ming deb belgilayman. Run qiladigan bo'lsam, bu ham muvaffaqiyatli amalga oshdi. Ana endi reshotka bilan komment qo'yib ajrataman hamda xuddi shu yo'lga, qaysi yo'lga boramiz? Ya'ni produktlarni ko'rish uchun o'z product controller desak bo'lar ekan bu narsani. Hop, produktlarni ko'rish uchun obj degan yo'lga boradigan bo'lsak, obyektni, ya'ni bizga produktlarni listini qaytarib berar ekan. Hop, add emas bu narsani obj. Agar hech qanaqa boshga значение qo'ymasanglar, ya'ni qaysi metod bilan borishni qo'ymasanglar, bu default holatda get metodi bilan boradi. Mana get metodi bilan bordi hamda bizga ikkita obyektni qaytarib olib kelib beradi, olma hamda nok. Ana endi bularning orasiga men banan qo'shaman. Qo'shildi.
va qaytib olib kel deydigan bo'lsam, endi bularning orasida olma, nok hamda bananni ham ko'rib turishimiz mumkin. Demak, menda bazadagi ma'lumotlarni ham JSON fayl formatida olib ketyapti. Va qaranglar. Xo'p, bu yerda addga kelgan paytimizda ko'ramiz. Qanaqa banan emas, apelsin deyman. Qo'shadigan bo'lsam, bu hozir o'zgartirish kiritganim uchun bu hozir menda anaqani usha olmadi, ya'ni debugni usha olmadi. Mayli, hech qisi yo'q. Qaytadan bitta run qilamiz va boshdan testlab tekshirib olamiz. Hop. Demak, buni bir marta qaytadan run qilaman. Va ma'lumotlarim o'chib ketadi, chunki listda saqlab turibman. Har safar run bo'lganda mana birinchi navbatda olib kel deydigan bo'lsam, hozir menda pustoy qaytadi, mana. Pustoy array qaytdi, ya'ni 200 okey, lekin hech narsam yo'q deyapti. Men apelsinni post qiladigan bo'lsam, mana ko'rib chiqamiz. Apelsin kirib keldi, obyektni qaraydigan bo'lsanglar, bu obyekt sifatida mana turibdi menda. Ya'ni produktga obyekt sifatida kirib keldi. Bemalol men buni nima qilsam bo'ladi? Ya'ni fillarni olib o'zim ham ko'rib chiqsam bo'ladi, tahlil qilib. Mana misol uchun mana shuga system out println ga productning nuqta name'ini ko'rsatadigan bo'lsam, mana. Demak, result undefined berdi. Hop, system out print product name undefined belgilanmagan. Xo'p, xullas, mana shu obyektimizda turibdi. Bu narsani o'zida yozib ko'rsatib kech qoldim. Har safar run ko'rmaylik. Xullas, aniq bu narsa JSONdan menga obyektimga cast qilib oldi hamda obyektni nimaga qo'shib qo'yapti? Har safar listga qo'shib qo'yapti mana. Xo'p, demak, bu so'rovimni oxiriga yetkazaman. Xo'p, va yana 2-3 ta mevani qo'shamiz. Misol uchun apelsindan tashqari nok hamda banan. Mana shu holatda qaranglar. So'rov keldi, ana endi men buni ko'rib chiqaman. Xo'p, productda nima bor deydigan bo'lsam, menda hozirchalik faqatgina apelsin hamda nok bor. Ana endi buni bitta F8 ni bosib o'tkazganimdan keyin bu yerda endi so'rov tugab bo'ldi, ko'ra olmayman hozir. 3 ta obyektim aniq mavjud. Negaki, produktni qaytarib ber degan holatimda hozir mana objekt yo'liga murojaat qiladigan bo'lsam, menga 3 ta ma'lumotni qaytarib berganini ko'rib turishimiz mumkin. Demak, bu JSONdan obyektdan JSONga avtomat tarzda cast qilib, bizga ma'lumotlarni yig'ish uchun va ma'lumotlarni qaytarish uchun bir qancha qulayliklar tug'dirib beryapti. Men shunchaki list qaytaraveraman, bu o'zi menga avtomat tarzda JSONga o'girib beryapti. Nimaga kerak bunaqa deydigan bo'lsanglar, frontendga ma'lumotni uzatganda aynan frontendchi ham shu JSONdan ma'lumotlarni tutib olib turib, o'zini page'iga tizish uchun aynan shunaqa ishlash ularga ham qulay hisoblanadi. Xo'p. Ana endi bu qisqacha hozir Spring Boot applicationni o'zimiz qurib sizlar bilan ko'rib chiqdik. Hozir Spring Boot applicationni ochishni yana boshqa yo'llarini ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, yana bir yo'llarimizdan bittasi Chrome'ga o'taman hamda start.spring.io. Start Spring.io deydigan bo'lsalar, sizlarga mana bunaqa interfeys hosil qilib beradi. Xo'p, proyektingni nimada ko'tarasan deydi. Gradle, Kotlin, Maven. Maven'da deyman. Language Java, Kotlin, Groovy. Java'da turibsan. Xo'p, Spring Boot. Spring Bootda qaysi versiyadan foydalansan deyapti. 2.7, 2.7.10, 3.1.0, 3.1.0, 3.0.6, 3.0.5 keladi. Mana shu aynan 3.0.5 versiyasidan foydalanib turamiz. Xo'p, demak, com example o'rniga uz.top skill deb hosil qilib berdiyman. Demo app first app deb berdiyman. Description shu qovursam, hop, Java 17-versiyada ochaman deyapti. Hop, yaxshi. Ana endi add dependencyga kiramiz hamda bizga kerak bo'ladigan lombok
hamda hozirchalik Spring Web'ni kutubxonasini qo'shamiz. Bu avtomat tarzda shu kutubxonalar bilan ochib beraman degan ma'noni bildiradi. Hamda generate ni bosadigan bo'lsak, menga download qilish uchun mana bunaqa demak fayl berar ekan. Xo'p. Bu yerga kiraman. Disk, top skill, aynan top skillni ichiga tashlayversin. Xo'p, va aytaman. Folderda ko'rsat hamda nima qilamiz? Izlash tekushi papku. Shu papkaga izlash qildik, first app'ni ochib berdi va men buni nima qilaman? IntelliJ IDE yordamida och deyman. Trust this package, yangi oknoda och degan bo'lsam, o'zi menga ichida tayyor holatda POM XML larni configurationlarni to'g'rilagan holatda mana parent qo'ygan. Xo'p, group ID'larimni to'g'ri qo'yib qo'ygan, description yozib qo'ygan, hamda dependency'larimni qo'ygan. Mana Spring Boot Starter Web, Lombok hamda Spring Boot Starter Test va buildni ichida pluginlarni ham yozib qo'ygan. Ko'rgan bo'lsanglar, mana hammasini biz yozganimizdek qilib, mana bitta даже configuration ichida Lombokga tegishli bo'lgan yana bitta configurationlarni ham qo'shib qo'ygan. O'z default holatda buni hammasini qilib bergan. Men shunchaki src ni ichiga kiraman, main ichida mana papkalargacha ochib qo'ygan. First applicationda ichigacha yozib qo'ygan. Shunchaki meni vazifam shuni ichidan kontrollerlarni yozib boshlash xolos. Ya'ni hech qanaqa bizda configurationlarni qo'lda qilib o'tirishimiz shart emas. Buni avtomat tarzda IntelliJ IDE yoki veb-sayt orqali qilsak bo'ladi. Veb-sayt orqali, ya'ni Start Spring.io birinchi usuli bo'lsa, ana endi sizlar bilan IntelliJ IDEni o'zi yordamida ko'taramiz bu narsani, ya'ni Spring applicationni ochishi. Hop, file, project hamda mana bu yerda Spring Initializer degani bor. Hop, uz.top skill deyman. Hop, demoligicha turaversam, hamda top skill package ichida och, next deydigan bo'lsam, o'zi mana bu yerda ko'rsatib turadi. Ya'ni qaysi kutubxonani qo'shasan? Bizga bu kerak va keyinchalik mana bu pastiga hammasidan yana nima qilamiz? Olamiz. Ya'ni bu yerda SQL da misol uchun PostgreSQL driver yoki qaysi database bilan ishlaydigan bo'lsalar, o'sha driverlarni olib ishlashlari mumkin bo'ladi. Bular haqida ham keyin gaplashamiz yana. Ya'ni dasturimiz davomida, ya'ni modul davomida bularning ichidagi har kutubxonalarni ishlatib, sizlar bilan birgalikda tadqiq ko'rib chiqamiz. Hozirchalik ikkita kutubxonani tanladim hamda create qiladigan bo'lsam, tepada versiyasi qolib ketibdi. Mana shu joyda versiyasini ko'rsatib turgan edi mana. New oknoda och, xuddi o'sha sayt generatsiya qilib bergani bilan bir xil tarzda qilib bergan mana. Annotationlarigacha, main hamda POM XML ni ham o'zi avtomat tarzda menga to'ldirib bergan, build hamda pluginlarni ham yozib bergan. Hamma narsa ishlashimga tayyor. Shunchaki mana talab qilinadigan narsa controller hamda servislarni yozgan holatda proyektni boshlash qoladi xolos. Demak, Spring Boot shunaqa oson konfiguratsiyalar bilan amalga oshiriladigan hamda run qilish uchun oson va tushunarli bo'lgan interfeysni developerlarga taqdim qiladigan bitta ulkan kutubxonalar yig'indisi ekan. Ya'ni keyingi safar men IntelliJ IDEda to'g'ridan-to'g'ri Spring ochganimda bu qanaqadir boshqacha ochilyapti degan narsa xayolda bo'lmasligi uchun bu narsani oddiy main proyekt orqali birinchi yozib ko'rdik. Ya'ni oddiy main proyekt ham Spring Boot application bo'ladi. Ya'ni men bu yerda oddiy main proyekt ochganim bilan men Spring Initializer ochgan proyekt ikkalovi bir xil. Shunchaki kutubxonalarida farqi. Ya'ni main proyekt hech qanaqa kutubxonasiz proyekt ochib beradi. Spring default holatda Spring konfiguratsiyalar to'g'rilangan holatda POM XML ni ichini hamda bizga klasslarni to'ldirib bergan holatda bitta muhit hosil qilib beradi xolos. Aslida ikkalovi bir xil narsa qilib beradi. Shunchaki oddiy main yordamida bu narsani run qilib ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi Spring Boot haqidagi introductionimiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, qiziqarli bo'ldi va keyingi darslar undan ham qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. Xo'p. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.